Sen boshqalaring bilan birga gaplashsin. Go'zal bir yurt bor emish, gulzorcha manzor emish, bog'da sayrasa bulbul, olam guliston emish. To'satdan bir kun yurtni har tomonini yov bosdi, payhon etib ekinni, xalqni qatl etibdi. Yurtda bir ayol qolib, omon qolish xohlarmish. O'g'il qizil quchib, farzandiga jonin berarmish. Bosqin shoh ayolni sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Uni omon qoldirib, o'g'lini qatl etmoqchi bo'ldi. Seni o'ldirsam agar o'g'ling qasdini olar, o'yib olsam o'ng ko'zing, bolang omon qoladi. Kerak bo'lsa ol ko'zim, o'g'lim omon qolsa bas, ishonib ber. Menga ko'zim kerak. Janoblar ona qizin hamon o'yib olishdi. Ona chup etmaganin ko'rib hayron qolishdi. Bosqin shoh ko'nmadi. Ayolni tinch qo'yishga chap qizini so'radi, endi qizin o'rniga. O'yib olsam chap ko'zing, qizing omon qoladi. Kerak bo'lsa ol ko'zim, qizim omon qolsa bas, ishonaver chin so'zim, menga ko'zim kerakmas. Ona berib chap ko'zin chiqarmabdi bir so'zin.